Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan birga bugun Framerni to'liq interfeysi bilan tanishtirib o'taman. Framerni interfeysi asosan 4 qismga bo'linadi. Chap yon panel, o'ng yon panel va tepada esa toolbar qismimiz, o'rtada esa canvas maydoni. Mana bu chap tarafda burchakda turgan mana Framerni logotipi turgan menyu bu asosiy menyu hisoblanadi. Bu yerdan biza fayllarni, editlarni, Framerda interfeysini boshqarsak bo'ladi. Toollarimiz shu yerda joylashgan, layoutimiz, ya'ni Framerga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlar menyusi shu yerda asosiy menyuda joylashgan bo'ladi. Mana bu tugmamiz esa insert tugmasi. Bu yerdan saytimizga tegishli bo'lgan barcha bo'limlar, sectionlar, komponentlar joylashgan. Undan tashqari kerakli bo'lgan ikonlarni, ya'ni ikonkalarni, videolarni joylashtirishingiz mumkin, YouTube silkalarini joylashtirish mumkin, rasmlarni, media fayllarni, formalarni shu yerdan joylashtirishimiz mumkin. Formalarni shu yerdan joylashtirishimiz mumkin. Interaktiv elementlar, mana karusel, slideshow, bu yerda esa social mediani va utilitlarni. Mana bu esa wireframe AI bilan ishlaydi. AI prompt yordamida saytimizda maketimizni yaratishimiz mumkin shu yerdan. Xo'p, insertni bosganimizda mana bunday turib aktiv holatda tursa, orqasi seriya bo'lib turadi. Yana bitta bossam u yopiladi. Asosan chapta o'yinidan ochiladi. Xo'sh, keyingi bo'limiz layout. Layoutda mana kerakli bo'lgan ramkalarimiz, qatorlarimiz, ustunlarimiz, setkalarimiz, rasmlarimiz, videolarimizni shu yerdan joylashtirsak bo'ladi. Har bitta instrumentni yonida mana bu F, Shift R degani, ya'ni bыстрый klavish deyiladi. Klaviaturadan F ni bossam, shuni tanlaydi. I ni bossam, mana bu tanlaydi. Bu yerdan tekstlarni, ya'ni matnlarni joylashtirish mumkin. Bu vektordan esa vektor elementlarni chizishimiz mumkin. Mana to'rtburchak, doira, burchaklar. KMS esa saytimizga kerakli bo'lgan dinamik ma'lumotlarni joylash uchun ishlatiladi. Bu yerdan biza bazamizni tuzib ketsak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan esa biza akkauntimizni ko'rishimiz mumkin. Mana o'zimizning avatarimizni, tilini sozlasak bo'ladi bu yerdan. Ya'ni sayt qaysi tilda yozilgan? Ingliz tilida, o'zbek tilida, rus tilida va hokazo. Bu yerdan esa settingdan esa saytimizni sozlamalarini sozlab olishimiz mumkin. Ikonkalarni to'g'irlashimiz mumkin. Saytni descriptionini, ключевой so'zlarni shu yerdan sozlab chiqsak bo'ladi. Keyingisi esa analitika. Saytga bugun kimlar kirdi, bir oy davomida necha kishi kirdi, bu yerdan analitikasini kuzatib tursak bo'ladi. Mana bu esa preview degani. Previewni olsak, ya'ni brauzerga saytimizni ochib ko'rsatadi. Ya'ni brauzerga ko'rinishini ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerdan full screen qilamiz, ya'ni полный ekran. Yana U ni bossak, bu yerdan обновить qilishimiz mumkin, qayta yuklab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni обновить, qayta yuklash. Va mana bu invite bo'limidan biza sherigimizni yoki bironta do'stimizni taklif qilsak bo'ladi, ya'ni collab qilib ishlash uchun. Ya'ni sherigingizni emailni, Gmailni yozasiz. Masalan, va uni Gmailni yozgandan keyin unga qanaqa ruxsat berishdi? Saytda полный ruxsat berishingiz mumkin. Полный ruxsat degani, u kirib bemalol sizni dizayningizni o'zgartirishi mumkin. Ma'lumotlaringizni, rasmlaringizni, полный dizayningizga sherik bo'lib ishlay biladi. Ya'ni jamoa bo'lib ishlay olasiz, ya'ni collab qilib. Faqat ko'rish bo'lsa, u faqat dizaynni ko'rib biladi. Men ko'pincha
qilgan saytlarimni, mijozlarimni pochtasini mana bunga o'tkazib qo'yaman. Ya'ni faqat ko'rib biladi. Boshqa o'zgartira olmaydi. Sherigim bo'lsa, menda hozir sherig yo'q. Kimdir jamoa bo'lib ishlamoqchi bo'lsa, mana shunaqa polniy dostуп berib qo'ysa bo'ladi. Qanaqa dostуп berishimizni ko'rsatdik, ya'ni full access. Sendni bosamiz, masalan, yuborishni bosgandan keyin uni pochtasiga borib avtomatik tushadi. Mana. Ya'ni u invoice bo'ldi. U qabul qiladi, keyin siz bilan bemalol jamoa bo'lib ishlay oladi. Yoki silka yuborishingiz mumkin. Linkni olasiz, kopiya qilasiz, shu silkani unga tashlab berasiz. U keyin bemalol kirib sizda qilgan saytingizni ko'ra oladi. Xuddi Figma'day bir xil ishlaydi. Publish esa saytimizda internetda primoy publish qilib yuboradi, ya'ni internetga chiqarib yuboradi, sizga silka beradi. Orqaga qaytamiz. Xo'sh, chap taraf panelimizga mana bu yerda mana sahifalar, layerlar va assets joylashgan. Page da o'tsak, biza veb-saytimizda sahifalarini boshqarishimiz mumkin. Bitta sahifa yoki bir nechta sahifalarni qo'shishimiz mumkin. Bu yerda hozir menga home page turibdi. Home page nima degani? Masalan, domeningizni nomi bilan tersangiz, masalan, Google tersak, ochiladigan birinchi sahifa tushuniladi. Yonidan esa masalan birorta page ochamiz. Ikkinchi pageimiz esa ya'ni domenimiz /page, ya'ni yoziladigan sahifalar ochilishi. Bunaqa pagelar bir nechta ochishimiz mumkin. Masalan, biz domenimizda yonidan / qo'yib shop qilib bossak, ochiladigan sahifasi hisoblanadi. Xo'p, layer bo'limiga o'tamiz. Layer bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan biza har bitta joylashtirgan, sahifamizga joylashtirgan elementlarni ko'rishimiz mumkin. Mana tekstlar, rasmlar, bloklar hammasini shu yerdan ko'rib ketaveramiz. Agar biz qaysidirini o'zgartirmoqchi bo'lsak, shunchaki ustiga bitta bosamiz. O'ng tarafimizda bizani o'sha elementimizni boshqarish uchun nastroykalari kelib chiqadi. Ya'ni bu yerdan stillash mumkin, shriftlarni o'zgartirish mumkin, animatsiyalar qo'shish mumkin va o'rtada esa bizani saytimizda ko'rinishi, ya'ni canvas oynasi. Shu yerdan biza saytimizda interaktiv boshqarib ketaveramiz. Elementlarni surishimiz mumkin, bu yerdan ham mana tanlashimiz mumkin. Mana bu yerdan shu yerni o'zidan turib ham o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, va mana bu yerda bizning o'zimizda tullarimiz bor. Eng ko'p ishlatiladigan tullar mana bu select, ya'ni belgilash. Buni bossangiz faqat elementlarni tanlab bilasiz. Hand esa, ya'ni qo'lcha esa butun sahifani ko'rinishini o'zgartirish uchun kerak bo'ladi. Bu yerda esa comment, ya'ni jamoa bo'lib ishlashda men aytdim sizlarga, invite qilamiz-ku bu yerdan. O'sha yerdan masalan mana buni o'zgartir deyishi mumkin. Ya'ni kollegangiz esa shu yerda comment yozib ketaveradi. Mana bir nechta bo'lsa, bu dizaynga ta'sir qilmaydi, faqat razraботчикларga ko'rinadi. Ya'ni jamoa bir-biri bilan tezroq kommunikatsiya qiladi. Kimdir mana bu rangini o'zgartir deydi, tekstini o'zgartir deydi, rasmni o'zgartir deydi. Bu yerdan bemalol unga javob berib, mana bajarildi deb ketaverasiz. Bu yerdan kommentni udalat qilsa ham bo'ladi. Mana bu quyoshcha esa Framer'da interfeysini qorong'i rejimdan kunduzgi rejimga moslaydi mana. Men quyoshchani bosdim, kunduzgi bo'lyapti va
tungi rejimga, ya'ni temniy rejimga o'tdi. Men ko'pincha temniy rejimga ishlayman, shuning uchun shunda bu yerdan esa Framer'ga pluginlarni qo'shishingiz mumkin, udalit qilishingiz mumkin. Oddiy qilib tushuntirganda, plugin bu dastur ichidagi mayda dasturcha, ya'ni qo'shimcha, yordamchi. Birorta ishni tez bajarish uchun qulay qilib yozib qo'yilgan mini dasturcha. Mana bu foiz esa Canvas sahifasini uzoq yaqin qilish, ya'ni zoom qilish. Mana bu yerda ham mana klaviaturadan qaysi knopkani bossangiz qanaqa ish bajarishini ko'rsatib qo'yibdi. Mana Ctrl plus tenglikni bossangiz zoom in bo'ladi. Mana Ctrl bosib ko'ramiz. Mana uzoq yaqin fit qilsak, ya'ni shift 1 qilsak sahifani to'liq ko'rsak bo'ladi bu yerdan. Va mana bu sahifamizda tepasida breakpoint bu. Breakpoint bu bizga responsive dizayn qilishimizga kerak bo'ladi. Ya'ni responsive degani bu har xil device'larning ekraniga saytni dizaynini moslash tushuniladi. Masalan, telefonning ekranida moslashimiz mumkin, planshetni, asosan shu 3 tasida qilinadi. Mana bu yerdan biza breakpointda enini nastroyka qilishimiz mumkin. Bu uchun ustiga kelamiz, ikkita bosamiz. Mishkani va bu yerdan 1940 va bu yerdan update ni bosaman va mana edit o'zgardi. Framer'da responsive qilish juda ham oson. Bu uchun biz bitta yangi breakpoint ochamiz. Masalan, telefon uchun mana ochdim. Va planshet uchun. Mana enini ko'p katta bo'lib ketgan ekan, qisqaroq qildim. Saytim dizaynini moslab chiqishim mumkin bu yerdan mana. Mana men hozir qilgan saytimni responsive qilib chiqdim. Endi bitta ko'ramiz brauzerga ochib. Mana kompyuterga ko'rinishi, planshetda ko'rinishi va telefonda ko'rinishi.